2026-yilda eng boy bo'ladigan 3 ta muchal sohibi. Birinchisi sichqon muchali. Sizlarga katta daromad kirib kelyapti. Kutilmagan pul ham bor. Yangi biznes ochiladi, mavqeingiz oshadi, munosabatlarda iliqlik, urushgan bo'lsangiz yarashasiz, barqarorlik bor. Yolg'izlar esa turmush quradi. Uy-joy masalalari hal bo'ladi. Ko'chishlar bor, yangi uy olishlaringiz bor. Katta yo'lga chiqishlar, safarlar, ish takliflari bor. Sizni hayotingizda katta o'zgarishlar kutmoqda. Ikkinchi muchal sohibi yo'lbars. Pul sizga kutilmagan daromad, ish joyi almashishi mumkin. Katta pul keladi. Munosabatlar siz uchun sinovli yil bo'ldi 2025-yil. Endi siz yaxshi insonni uchratasiz yoki-da mavjud inson bilan yaxshi munosabat qurasiz. Oila ichida o'zgarishlar, yangi joyga ko'chishlar, yangi boshlanishlar yashaysiz. Sizga mulk kelyapti, ko'tarilishlar yiri bo'ladi. Biznesda ko'tarilasiz, ishingizda lavozimingiz oshadi. Agar siz 3-muchal